Hammaga salomlar. Sizlar bilan birgalikda men Mustafa. Bugungi videoda sizlar bilan birgalikda Trickle Challenge'dan o'tamiz. Albatta 3 ta bosqichdan iborat. Va bular qanaqa bosqichlar deysizmi? Buni video davomida bilib olasizlar bolalar. Bo'lmasa videoni boshladik. Bizda narsalar bor mana. Yani 3 tagini olma. İçimde elimizde yine boshqa narsalar bor, lekin bu narsalardan foydalanish mumkin emas. Mayli. Birinchi bosqich. 15 blok uzoqlikdan ekan, oson. Xo'sh, bunda nima bilan tushsa bo'ladi? Slime, suv hamda somon. Somonda tusha qolamiz. Xo'sh. Olma yeb olamiz. Yeyildi. Xo'sh. Menimcha uddalayman. Voy la'nati uddalolmadim. Ikkinchi dubl. Endi hammasi o'xshashi kerak. Chunki xato qilishga o'zim meni umuman haqqim yo'q edi. Men hammasidan bitta o'tib ketaman deb o'ylagandim. Voy, bayt bo'ldi. Men uddalolmayapman. Bosib turish kerak yoki. Bo'ldi. Men somonni emas, suvni tanlayman. Suv hammasidan ko'rdingizmi? Ya'ni normal. Xullas, birinchi bosqichdan 3-o'rinishda o'tdim. Endi ikkinchi bosqich. Ketdi bo'ldi. Ikkinchi bosqich ham uzunroq, ham qiyinroq ekan. 3-o'rinda qanday bo'ladi o'zim ham bilmayman. Xo'sh, bu qancha blok ekan? 20 blok. Boyagisidan 5 barobar qiyin. Xo'sh, bunda nimalar olsa bo'ladi? Slime ola qolaman. Slime ola qolaman bolalar. Bo'lmasa men slime olaman mana. Va slime bilan sakrayman. Menimcha men o'tolmayman. Aytdim-ku, o'tolmayman deb. O'zi o'tolmaymanmi? Bunisi qiyin bo'lgani uchun o'tolmayapman-da. So'nggi olmani 3-chi bosqichga olib qo'yish kerak. 3-chi bosqich juda qiyin bo'ladi. Mayli, yana suvda tusha qolaman. Ko'rdingizmi? Men suvda yaxshiman, faqat suvda. Men suvda water drop qilaman faqat. 3-chi o'rin juda qiyin. Birinchi o'rin 15 ta bo'ldi. Ikkinchi o'rin 20 ta blok bo'ldi. Bunda qancha blok bo'lar ekan? Menimcha, mening teoriyalarim bo'yicha aniq 20 ta emas. Ya'ni 25 ta emas. 30. Voy. Juda ham qiyin bo'ladi menimcha akalar. Xo'sh, qani ko'raylikchi. Voy. Sakradik. Men bittadan tushdim hozir. Men chetga suvga qo'yib tushdim hozir. Budum qilib. Voy. Akalar. So'nggi bosqichga olib qo'yishim kerak emas ekan. Voy, akalar. Akalar, shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Bu atigi videoning birinchi qismi, ikkinchi qismi chiqishi uchun esa ushbu videoda 10 tagina like qilishlarini iltimos qilaman. Sizlarga ataylab kam qilib berdim. Va iltimos, komment ham yozib turinglar bolalar. Va eng muhimi, kanalga obuna bo'linglar, chunki biz yangi yilgacha, ya'ni bu yilning oxirigacha 50 ta obunachi chiqishimiz kerak. Hozirda menda 26 ta obunachi bor. Faqatgina 24 ta obunachi yetishmayapti, shuning uchun obuna bo'linglar. Давайте. Obuna bo'l, neger!